1943-yilda Tehron uchrashuvi bo'lgan. Tehron bu tarixda juda ma'lum narsa. Tehron uchrashuvida 3 ta katta davlat SSR nomidan Stalin, Amerika Qo'shma Shtatlari nomidan Roosevelt, Buyuk Britaniya nomidan Cherchill janoblari uchrashib, Stalin bu ikkita katta davlatdan ikkinchi front ochishni talab qiladi. Ikkinchi frontni ochishni talab qilganda ular bir talay o'zini talablarini oldinga surishadi. Shu talablar orasida dindorlarga imkoniyat berish, ya'ni dindorlarga erkinlik berishni talab qilishadi. Chunki o'sha paytda SSRda biron bitta diniy tashkilot bo'lmagan, na musulmon, na xristian tashkilotlari. Shu paytdan foydalanib 43-yillar o'rtalarida Toshkentdan juda katta bir delegatsiya tayyorlanadi. Shu O'rta Osiyoning 5 ta respublikasidan diniy ulamolarni chaqirib, ularga Eshon Boboxon hazratlari boshchilik qilib, Ziyoddin Qoraka rahmatli va boshqalar hammaliga Moskvaga safarga borishadi. Yuqori darajadagi lavozimlar bilan uchrashib, islom diniga erkinlik berishni talab qilishadi. Ular shu paytda ruxsat beriladi 4 ta diniy idora ochishga. Bittasi Moskvada bo'ladigan bo'lsa, bittasi Tataristonda bo'ladigan bo'lsa, bittasi Maxachkalada bo'ladi va bittasi Toshkentda. Toshkentda 5 ta respublika uchun O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy boshqarmasi degan boshqarma tuzishga ruxsat beriladi. Va 43-yilning 21-23 oktyabr kunlari Toshkentda musulmonlar qurultoyi, birinchi qurultoyi bo'lib, bunda O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy boshqarmasi tuzilib, uni birinchi raisi etib Eshon Boboxon hazratlari tayinlanadilar va 5 ta respublikani har biriga bittadan qozi tayinlanadi. Shulardan bittasi Turkmanistonga Anna Eshon bo'lsa, bittasi Qirg'izistonga Olimxon To'ra Shokirxo'jayev bo'lsa, o'sha paytda Shokirxo'jayev bo'lganlar. Shu bilan 43-yilni oktyabridan boshlab to 65-yilgacha qozi vazifasida xizmat qilib kelganlar. Shundan keyin o'sha paytda hojga borishga ham ruxsat beriladi. Butun SSR davrida SSR davlatidan 25 ga yaqin hojilar safarga borishardi. O'zbekistondan 3 yo 4 yo 5 kishi borilardi. Birinchi borgan delegatsiya boshlig'i bo'lib Eshon Boboxon hazratlari borganlar.